Birleşken Devletler Teşkilatı'nın 12. qitimliq Soda ve Kişilik Hukuk Munbiri temisideki yığını başlandı. Bu yığınga Dünya Uygur Kurultayı, Amerika Uygur Birleşmesi, Uygur Kişilik Hukuk Kuruluşu, Uygur Hareketi qatarlıq muaciratdagi Uygur teşkilatları, shundaqla advokat Rayhan Asadni o'z ichiga olgan bir qism faoliyatchilar qatnashdi. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın bu qitimqi yig'iniga Amerika Uygur Birleşmesining raisi Elfidar Iltabir xonim qatnashgan bo'lib, u bu yig'inda Uygur rayonidagi qul emgiki va kishilik huquq dafsandichiliklari haqida so'z qildi. O Uygur mecburi emgiki ve Uygur diyarda ishlab chiqarilayotgan kun taxtining Uygur mecburi emgiki bilan munosabatli ekanligini, Sharq Turkistonda Uygur mecburi emgiki hozirmi davom qilayotgan bir vaqtda bu temaning tilga elinmay turib, boshqa temaga o'tib ketishga bo'lmaydiganligi haqida jiddiy ravishda fikr bayon qilgan. Türkiye'de Uygurlar ve Şarkı Türkistan meselesiga ko'ngil bo'lib kelayotgan Yenidan Refah Partiyasining muavin raisi ve parlament a'zosi Doğan Bekin Xitoyning islomni xitoylashtirish nomida Sharq Turkistonda masjid yiqishiga norozilik bildirdi. Doğan Bekin apandi yaqinda Yaponiyada chaqirilgan xalqaro Uyg'ur munbiriga qatnashgan edi. Doğan Bekin o'zining ijtimoiy aloqa hisobida bayonot e'lon qilib, Kişilik hukukunu közetiş teşkilatının Şarkı Türkistan'daki çekip ötilgen mescitler doğrusidagi en yeni dokulatını nakil qilib turib, Xitoyning islomni xitoylashtirish siyosatiga norozilik bildirdi. Xitoyning bir balvoq bir yo'l tashabbusining 10 yillik plani oshkorlangan bir hukumat hujjatida Xitoyning xalq puli ishiltish jihatda bu qurilishga tashabbuskorlik bilan qatnashgan davlatlarga besim ishiltadiganligi va kichik turlarni oldingi o'ringa qo'yganligi o'tirg'i qo'yilgan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoyning bir balvoq bir yo'l turi doirasida ul aslahalarga solgan mablag'idan shakllangan qarz summasi 1 trillion dollardan eshib ketgan. Ammo yaqinqi yillarda Xitoy virusi hukumi va dunyo iqtisodining ostilashiga ergishib, bu qurilishning sur'ati ostilagan. Egilishicha, Shimoliy Atlantik Akti Tashkilotining bosh kotibi Jens Stoltenberg muxbirlarni kutilish yig'inida Xitoy bizning dushmanimiz emas, men ittifoqdoshlarning o'rtaq ko'ngil bo'ladigan masalalar to'g'risida Beijing bilan suhbatlashishni qarshi olaman degan. Stoltenberg yana biz cho'qim Xitoy siyosatining bexatarligimizga ko'rsatadigan ta'siri haqida ochiq fikrda bo'lishimiz kerak deb ta'kidlagan. Qirg'iziston parlamentining boshlig'i Nurlanbek Shakiyev riyosatchilik qilgan Qirg'iziston Cumhuriyetining davlat simvollari qonuniga tuzitish kirgizish qonun loyihasi umumiy yig'inning ovoziga sunildi. Parlament Asos Qonun Komitetidimi muzokara qilingan qonun loyihasi bilan davlat bayrog'idagi to'lqin shaklli quyosh nurini takshif qilib, o'tirdagi naqshdagi issiqlarning sonini 3 dan 4 ga ko'paytirish o'tirg'i qo'yildi. Parlament boshlig'i Shakiyev va parlament a'zosi Ulan Fermov tayyorlagan bu qonun loyihasi birinchi qitimliq ovozga qo'yishda ma'qullandi. Xitoy Avstraliyani Janubiy dengizda harbiy paraxod o'rnashtirishda ehtiyotchan bilan harakat qilishga ogohlantirdi. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy Kompartiyasi xalqaro aloqa bo'limining boshlig'i Liu Jianchao Sidney universitetida qilgan so'zida biz Avstraliya hukumati va armiyasini Janubiy dengizda nihoyat ehtiyotchanlik bilan harakat qilishga chaqiramiz degan. Tunugun tushdan keyin Xitoyning sharqi shimolidagi Xeilongjiang o'lkasidagi Longmi Shongshankan shirkatiga tava Shongyang ko'mir konida tosh portlash yuz bergan. Shirkat e'lon qilgan bayonotda 11 kishining o'lganligi bildirilgan.